Xo'p, Hambi ilovasidan Hambi Fortunani aylantiraman deb kirgan edim. Xo'p, hozir aylantirib bo'ldim. Xo'p, undan keyin pastga magazinlariga tushdim. B-marketga. B-marketda konditsioner Premium New Iluna GMSS 4.490.000 so'm turgan ekan. O'chirib 3 so'm deb yozib qo'yishibdi. Qolgan mana televizor, telefon, xo'p, changyutgich, mana Xiaomi degan turi. Xullas, qarasam 3 so'm ekan. Nahotki 3 so'mga konditsioner bersa dedimda, hayron bo'lib kirdim. Kirdimda shartlarini o'qib, nimalarni o'qib chiqdim, xususiyatlarini o'qib chiqdim. Bu yerda tovar haqida ma'lumot berilgan. Tovar haqiqatdan ham konditsioner. 35 metrgacha bo'lgan xonalar uchun amaliy yechimga aylantiriladi deb yozib qo'ygan. Hech qanaqa bu yerda nimasi yo'q. Telefon raqamlarini ham qoldirgan, kontakt 90lik 022 88 86. Haqiqatdan ham konditsioner yetkazib berish bepul. Do'konda bor deyapti. Ana endi zakaz qilamiz, sotib olish 3 so'mga, konditsioner sotib olish 3 so'mga zakaz berish. Zakaz kodi 198 059 198 059. Bu tovarni kodi, qo'ng'ir rang deyapti. Rangi hammasi bor. Ichki blok turi, sovutish quvvati. Bu degani tayyor konditsioner. Bu nima, tizimni xatosimi? 3 so'mga konditsioner tizimni xatosimi? Men sotib olmoqchiman 3 so'mga. Agar bu tizim xatosi bo'ladigan bo'lsa, demak bu ularning xatosi. Sizlar narxni qo'ygansizlar. Do'konga mahsulotni narxini qo'yib qo'yibsizlar. Men 3 so'mga konditsioner olmoqchiman. Hambi, hurmatli Beeline Market, B-market xodimlari, agar sizlar xato qilgan bo'lsalaring, demak bu xato sizlarniki, mijozniki emas. Men shu 3 so'mga sotib olmoqchiman. Sizlar ko'rsatgan narxga men sotib olmoqchiman. Mana sotib olish. Ali Nosir. Buyurtmani yuborish. Sizning buyurtmangiz muvaffaqiyatli yuborildi. Menejerimiz siz bilan bog'lanishadi. Tushundim. Xo'p. Tushundim. Yana takrorlayman, yana aytaman. 3 so'mga konditsioner deb e'lon qo'ygansizlar. 3 so'mga. Men shu 3 so'mga konditsionerni xohlayman. Haqiqatdan ham shunday sotayotgan bo'lsalaring, unda rahmat.